Assalomu alaykum, mashinamiz obunachilari. Matiz'ni chiroyli holatdagisini qidirib yurgan akalarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqargan Matiz Base mashinamiz akalar sotuvga chiqdi. Bitta videoga qiziqtirib like bosib qo'ying, mazmun mashinamizni ham to'liq tanishtirib chiqaman. Navbatlarga keladigan bo'lsa, oldilariga LED chiroqlardan ustunovka qilib qo'yilgan. To'rttalar yumshoq, yaxshi balonlar. Hop, saka diskalari ham bor mashinamizda. Hop, yonadigan bakoylar. Ichki salonlari ham qurib turganda chiroyli holati bo'lib turibdi. Sidinalari ham o'zi zavodga bunaqa bo'lmaydi, bilasizlar. Mers rul, Mers deflektor okalar, magnitofonlari bor. Gaz ustunovkalari ham bo'lgan. Ichki salonlari ham okalar qurib turganda chiroyli holatda bo'lib turibdi. Lavoylari ham yaxshi holatda, hech qanaqaligi singan joylari yo'q. Kraskasi qayda deydigan bo'lsa-ni okalar, shu ikkita tarafida mana mashinaning kraskasi bor. Mana kirrovlari, ichlari butun inshaalloh. Xohlagan ustani o'zingiz uchun bir qator ko'rsatib olsani bo'laveradi. Bu mashinamizni o'ylab mazza qilib haydashingiz uchun $3700 o'zimiz barkasiga o'tib keladigan joyi bor. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar, mashinamiz sizlardan.